Mana 6 oy bo'lgan Aristonni ahvoli mana. 6 oyda qaranglar qancha bo'ldi mana. Mana 6 oyda mana shuncha bo'ladi-da. Mana. Tenti. 6 oylik Ariston vaqtida tozalayapti-yu, lekin shuncha bo'lganda. Mana Aristonni tenti, mana bu ichi. Kamda endi bu. Endi yillab bo'lib ketadi, tozalashmaydi-yu. Shuning uchun tez-tez tozalab turish kerak. Har 6 oyda ichi tozalab turish kerak. Mana yana 2026 04-oyda tozalov kuni deb yozib qo'ydim yana. Hozir tozalayapmiz. 26-04da yana tozalash kerak. Yana mana shuncha bo'ladi-da. Mana bor. Ko'rdilaringmi?